Ya rahmat edi. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar. Bugun Shvetsiya Uyg'ur Komitetiga Abdushukur Samsaq apandimning rahbarligida mana yaqinda azroq qish kirib pek so'g'ib ketgan, namoyish to'xtab qolgan, boshlab oldik inshaalloh. Bu yerga onalarimiz mukabdi, fikrlarimiz mukabdi. Hamda bu Shvetsiya jamoatiga nisbatan bek oz. Men yana shu atanam to'g'riliq guvohlik berish parlamentdagi namoyishimni boshlab oldim. Shundaqla Abdushukur apandim mana shu Shvetsiya parlamentdagi hukumat amaldorlariga bizningki Sharq Turkistonniki beshilangan zamin to'g'risida jiq materiallarni jiq parlament a'zolari bilan gaplashyotdi, yozyotdi, qilyotdi. Biz to'g'ri yo'lda mangan akalarimizning, adlarimizning mana shu hatto qarindoshlarni o'ylab kafedan tortib, baklavadan tortib hamma narsaga ib kelibdi. Bundaq sharoit yashayad yo'q. Mana o'zimiz kelib so'qaqda mush narsani ichib, yeyib qildik. Faqat qarindoshlarning kelib berishini, to'g'lab berishini, turib berishini tavsiya qilamiz, ham taklif qilamiz qanday vaqtda bo'lsa. Ammo qarindoshlar bugun Shvetsiya jamoatiga nisbatan bu bak oz. Uning ustiga bugun shanba kuni normal hamma odam dam oladi. Bir mishada bir didorlashish uchun bo'lsa-mu, aslida kelib ketish kerak-da. Mana asos mosh bolalar Abdushukur kamdanki oilasidagi o'zining farzandlari, mana bu yer bir akamiz bor, yerda ikki onamiz bor. Mushu hamda bu bir O'rta Osiyo bilan bizning vatandan chiqqan Uyg'ur qarindoshlarimizni hisob qilgan chog'da 3000 jamoat bor. 3000 jamoatga nisbatan bu nomus qarindoshlar. Mana shuni anglayotgan Shvetsiyadagi qarindoshlar tashkilot armay, nima armay to'g'ri yo'ldagi mengayotgan odamlarningki yeniga to'plashayli. İş qilmadi deyishlar qarindoshlar. Mana parlament oldida chiqib namoyishlar bo'layotdi, ish qilyapmiz. Bizningki qilayotgan atrofimizdagi bizningki qo'llovchilarimiz hozir kundan-kun ko'payyapti. Vatanparvar qarindoshlarimiz ko'payyapti, uyg'ongan qarindoshlarimiz ko'payyapti. Mashada yana bir akamiz bo'tdi, Qozog'istonlik, ammo u akamizningki dokument yo'qdi, ammo mishaga kelib bizni qo'llab qiladi. O'sha akamizni kimdir bir chiqib qo'ydimi? Shu masjidga yurib namoz o'qiydigan vaqtini bilamdi, shu soat nechida keladi. Ashadin ketib Qozog'istonga yo'lga selibdi qarindoshlar. Mundaq nomussiz ishlarni qilmayli. Cho'qim shu to'g'ri yo'lda menayotganligi uchun bir to'qopoqninki qilgan ishi u. Bo'lmasa u odamning masjidga nechida berib namoz o'qiydi, atdigandan na'dan saqchilar dal uyidan akatmay masjiddan akitibdi. Bunmi taz yaxshi bo'lmagan ish. Endi buni qaysi munofiq qildi, shuni Alloh balosini bersin. Munda qishni qish demay, yozni yoz demay, mana namoyishlarni o'g'irlashtiryapmiz. Vatanning ichida o't ko'yayotdi. Bu o't 70 yildan beri emas, mushu Xitoy, Manjolar biz kirgandan beri ko'yayotgan o't bu. Men burun uyg'onmay yuribman keba, mana uyg'ondik, kechikmaymiz qarindoshlar. Bu siyosat sahnasi, vatan da'vosi degan hamma odamga ochiq. Vatanli deydigan bo'lsa, zimminli deydigan bo'lsa, eng bo'lmaydi degancha ota-onam nadi deydiganlar bo'lsa, parlamentning oldiga chiqib namoyish qilish kerak. Ota-onasining izlarigini qilish kerak. Mana ota-onasining izlarigini, ochisining izlarigini, akisining izlarigini mushu har qaysi o'zlab turayotgan davlatlardan qiladi. Bizning da'vosimizniki ustiga chiqib olganlar, lobbichilik qilayotganlar bizning butun bir irqiy qirg'inchilikni, zamin da'vosini kichikiltib, qayerga olib ketayotganini o'zinglar ko'ryapsizlar. Tarixiy materiallarni chiqyapti. Hatto shu 40-nechinchi-yildagi 11 bitimlarni chiqatdi. Buningdan keyin internet davri, uchur davri hech nima sir saqlanmaydi. Begiz qapti yotmagandek har biringizning chet elda qilgan ishi, munofiqligi, satqinligi hargiz bir yer qilib qolmaydi. Sizningki har qanday ishingizni biz bilamiz, bilmaydigan ish yo'q. Bilmasa ma biladi. O to'g'liq hamitni boshqalar Urumchiklar, Aqso'liklar, Qashqarliklar bilmagan bilan g'oljiliklar biladi. Yana birsini biladi. Kim qanday yashaydi, natijada hamma jamoat bir-birsinikini obdan biladi. Shuningga har vaqt namoyish maydoniga kelinglar. Uningdan keyin qo'llaydigan ishlar qo'llanglar qarindoshlar. Biz sizlardan hozirgacha bir tim pul so'rab baxmadiq. Ya namoyish maydoniga bir stakan issiq kafe olib beringlar demadik. Faqat kelib beringlar, bayroqni ko'tarib beringlar dedik. Ish qilmadi deysizlar. Mana har qayta mishak kelib ish qilsak chiqqan 4 talla ekranga chiqib adam tilida deysa, tillaganning ichida nima sabab bor, nima iddio bor, nima maqsad bor, shuni bilmaysizlar qarindoshlar. Bilishimiz kerak, o'yg'onishimiz kerak. Bu irqiy qirg'inchilikqa uchirgan millat parlamentlarning oldida to'kilib ketish kerak, ochlik e'lon qilish kerak. Bu o't ketganning o'kin Urumchidagi o't ketish voqeasimi bir haftaga bormidi hayajon.
Biz aşı kundagi bo'lgandekidek butun Uyg'urga qo'zg'alib, ko'zlari yosh qilib olgandek, tamoqlar gelida o'tmagandek har kuni mushunday holat tutsak vatan bo'ladi. O birdamlik ishlarga birdam hayajon bilan o'tib ketsa qarindoshlar. Bütün ziyan bizden vatandagi qarindoshlar bo'ldi. Chetdagi qarindoshlar hech nima ziyan bo'lmayapti, tomog'ini yeyapti, o'yinini o'ynayapti. Hamma ishni qilyapti, bo'g'liqning hammasi bizden vatandagi qarindoshlar bo'ldi. Shuning uchun uyg'onaylik qarindoshlar, to'g'ri yo'lda manga odamlarning endi bo'laylik. Shuning uchun qarindoshlar mana o'sha kichik fikrlarimizmi kapti. Doim ishadi baliba, mush narsalarni yig'ishtirdi, akirdi, uni qildi, buni qildi. O'sha dadislar opisi endi baliba. Bu bizning Shvetsiyadagi bu davalar bu yalnız Abdüşkür Samsak Efendimizin ailesinin şahsi davası emas, vatanning davası. Shuningga qarindoshlar, jamoat kep berayli, ayirmachilik qilmayli. Bunda qarsam ba'zi birlarniki kamab, bir uchinchi bir qurilgan tashkilotniki kelishining hech hojati yo'q deb qarayman. U kammisin bo'laverdi. Ammo boshqalar kelish kerak vaqtida. Taksi haydaydigan qarindoshlarmi shunday jiqsto qo'limda. Bir taksiringizni haydab mishadni o'tkicha 1 minut to'xtab qo'yib ko'risiz bo'lmasa, o'tib ketasiz. Taksiringizni 1 minut to'xtab qo'yib mishada 1-2 qizib 5 minut turib ketsangiz-mi, o sizningki maydoningiz. Shunday ishlar qarindoshlar. Yana bir narsa, Xitoy hukumati meni ota-onamni tutib kirayotgan oyog'i hozirgacha qo'ypamidi. Men bu norozilik namoyishimni to'xtatmayman. Qarindoshlar endi bundan keyingi bizniki namoyishninki turlarining ichiga Fascist Xi Jinping, Independence for East Turkistondan sir endi Xitoy virusi yana jahonni qaplashga boshladi. Bütün dünyadaki davlatlar test orqali, ya'ni 48 soatlik test orqali Xitoydan qog'oz elib, undan keyin kirgizganini qilyapti. Demak, Prezident Trump efendimiz aytgandek Xitoy virusi degan narsa hozir bu Xitoyning peshonasiga urilishga boshladi. Bu dunyoning chiqarib bergan bu siyosatlardan biz unumli foydalanib, bundan keyin namoyishlardimi Xitoy virusi, Chinese virus deganlarni qitib, Xitoyninki yuzini sharmanda qilishimiz kerak. Xitoylarni obro'yini urishimiz kerak. Xitoylarninki o xalqarodagi o'rnini urib sesib tushirishimiz kerak. Bu matbuot orqali, shuar orqali, tirishchanlik orqali keladigan masalalar. Shu qarindoshlar, unda bo'lsa, mening gapim shakichi bo'lsin, biz bu namoyish qilib boramiz. Mashincha so'zlay, qarindoshlar rahmat.